Ilgirlarning oldiga aslo va aslo bormang. Ilgirlar xalq tilida og'izdan narsa oluvchilar deb aytalar ekan. Tomog'iga kimnidir narsa tiqilib qolsa, borar ekan yoki bo'lmasam senda bir amal bor, ya'ni issiq-sovuq bor, ya'ni sehr bor, masalan o'sha narsani olib tashlayman deb turib qo'lini og'ziga tiqib olar ekan. Azizlar, ular aldoqchilar bo'ladi-da. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh shayx hazratlarini mana shu borada kitoblari bor ekan. Shuni iltimos xalqqa tavsiya qilamiz, o'sha kitobni bir olib, bir o'qinglar, o'qib ko'ringlar. Shu haqida shayx hazratlari ilgirlar haqida alohida to'xtalib o'tganlar. Albatta hazrat biladilar-da, shayx hazratlari hammamizdan ilmliroq insonlarda. Ilgirlarning ichida aldoqchilari, foks-mokschilari siz og'zingizga qo'lini tiqib turib, yo'q narsani, mana shu narsani oldim deb olib beradiganlar bo'ladi. Birinchi o'rinda mayli tomoqqa nimadir narsa tiqilsa, meditsinaga murojaat qilish kerak. Texnologiya rivojlangan asrda, davrda yashayapmiz-da. Illo bolachalarda, yosh bolachalarda mayli uni tomog'iga nimadir turib qolar. Uni to'g'ri tushunish kerak, tiqilib qoladi yosh bolalarda. Lekin katta insonlarda shu menda nimadir bor-u deb borib shetga borib oldirib kelyapman domla deydi. Ba'zi bilandan so'raymanda, shu nimadir his qildingizmi? Desam, yo'q, hech narsa his qilmadim. Borganimda ham kelganda hech narsa his qilmadim, lekin o'sha narsani oldi ichimdan deydi. Man g'oshshana falaysa minna deganlar Rasululloh. Kim bizni aldasa bizdan emas deganlar. Shunday ekan, unday aldoqchilarning oldiga borib umrimizni, kuchimizni, pulimizni sarflab yurmaylik. Alloh hammamizni ofiyatda saqlasin.